oldin aytganimdek odat bo'lib qoldi, xudo xolasa. Ozgina betob bo'lsak ham kayfiyatimizni tushirmadi, yaxshi bo'ldi. Endi komandamiz jingalak soch shu qayerga kelaveradi endi. Ikkita o'yin ketma-ket g'alaba. Jingalak hisoblab aytib qo'yapman. Qizil berilgan va o'sha penalti berilgan vaziyat haqida hakamga qarshi bir narsa deb bo'lmaydi, lekin haqqoniy olib aytganda o'sha 1-1 chiqib ketayotgan vaziyatda ataydan qasddan turtib yiqitgani uchun deb topdi hakam, menimcha. O'shaning uchun qayta ko'rgandan keyin qizil penalti aniq edi, kartochka masala bo'lib turdi. Va to'g'ri berdi shekilli. Baribir Manchester United comeback qilardi, uni hammamiz bilamiz. Qizil bo'ladimi, penalti bo'ladimi, siz ham bitardi.